18-savol. Sulfat kislota eritmasiga 312 gram bariy xlorid qo'shildi. Olingan eritmaning hajmi 40 litr va pH qiymati 1 ga teng bo'lsa, boshlang'ich eritmada necha gram sulfat kislota bo'lgan? Sulfat kislota eritmasida sulfat kislota bo'ladi. Sulfat kislota eritmasiga bariy xlorid qo'shamiz. Bu yerda kelib chiqadi, bariy sulfat cho'kmaga tushib ketadi. Oq cho'kma va xlorid kislota kelib chiqadi. Bu yerga 2 qo'ysa, reaksiya teng. Endi mana bu qo'shilgan bariy xlorid tuzi 312 gramdan kelib chiqqan mana bu xlorid kislotani topamiz. Shu xlorid kislota hisobiga pH 1 bo'lgan, ya'ni kislotali muhit bo'lgan. Mana bu bariy sulfat esa cho'kmaga tushib ketgan. Ya'ni bu muhit hosil qilmaydi. Molar massasi 208 gram bo'lganda mana bu xlorid kislota molda 2 mol kelib chiqadi. 312 da qancha xlorid kislota kelib chiqadi desa, 3 mol kelib chiqadi xlorid kislota. 3 mol. Endi bu eritmani, shu hosil bo'lgan eritmani pH qiymati 1 ga teng degani pOH qiymati 13 ga teng bo'ladi. Yig'inda 14 bo'lishidan foydalandik va shu eritmani pH va pOH qiymatidan raqami kichik eritmani muhitini belgilaydi. Ya'ni H ionlari konsentratsiyasi bu yerda 1 pH degani H ionlari 0,1 mol taqsim litr degan. 0,1 mol taqsim litr H ioni bor. Endi bu H ionining molini topib olsa bo'ladi. Mol taqsim litrni 0,1 ni eritmani hajmi 40 litrga ko'paytirsa, H ionlarining mol kelib chiqadi. Eritmani hajmi 40 litr. Shunda 4 mol H ioni kelib chiqadi. 4 mol H ionlari bo'lgan. Bu 4 mol H ionlari mana bu xlorid kislotadagi H ionlari deb hisoblaymiz. Endi xlorid kislotani ionga ajratamiz. Demak, hosil bo'lgan eritmada xlorid kislota ionga ajratilsa H kationlari va xlorid anionlari kelib chiqadi. Shu H ionlarini necha molligini topamiz. Bizda xlorid kislota 3 mol 1 ga 1 nisbatda bo'lsa, H ioni ham 3 mol kelib chiqadi. Lekin savoldagi H ionlari 4 mol chiqishi kerak. Qanday 4 mol chiqadi desa, yana 1 mol H ionlari bu yerda ortiqcha bo'lishi kerak. Jami 4 mol bo'lishi kerak. Yana 1 mol H ionlari bo'lishi kerak. Bu yana eritmada H ioni bor modda, bu ortib qolgan sulfat kislota bo'lishi. Demak, sulfat kislota ortib qolgan ekan deb ishlaymiz. Sulfat kislotani ortib qolganini ionga ajratsa, sulfat kislotada 2 mol H ionlari kelib chiqadi, to'la dissosiyalansa va 1 mol sulfat anionlari kelib chiqadi. Xo'sh, demak, 1 mol H ioni bo'lish uchun sulfat kislota necha molni ortib qolganini topsa bo'ladi. O'zi 1 mol kislota ortib qolsa, 2 mol H ioni kelib chiqsa, 1 mol H ioni necha mol ortib qolgan kislotada bo'ladi desa, bu yerda 0,5 mol bo'ladi, bu ortib qolgan kislota bo'ladi. Mana bu sulfat kislotani ortib qolgan. Mana bu yerda reaksiya kirishgan kislotani ham topsa bo'ladi. 1 mol kislota bilan 208 bariy xlorid kirsa, 312 bariy xlorid bilan necha mol kislota reaksiya kirishadi deb topsa, mol kelib chiqadi 1,5 mol. Bu reaksiya kirishgan sulfat kislota, mana bu ortib qolgan sulfat kislota ikkitasini qo'shsa, umumiy dastlabki sulfat kislota kelib chiqadi 2 mol kelib chiqadi. Demak, mana bu reaksiya kirishgan, mana bu ortib qolgan, ikkitasini qo'shib yorsa, umumiy 2 mol dastlabki sulfat kislotaning moli bo'lgan. Savolda massasini top degan, molar massasi 98 ga ko'paytirib yorsa, demak 196 gram sulfat kislota bo'lgan dastlabki eritmada. Demak, javob mana bu A javobga mos tushar ekan.